Men o'zim ko'rganman shunaqa insonlarni. Zo'r matematik olim, ammo insoniylik jihatidan hech gaplashadigan emas. Ustoz deganda aslida nimani tushunishimiz kerak va ustoz bilan o'qituvchining farqi nimada? Mana bu nashrdan chiqqan kitoblarni o'qib o'rgangan odam qo'lyozmani o'qishga toqat qila olmaydi. Iqtisod ilmini yaxshi bilgandan keyin agar insofi bo'lmasa, u boshqalarning haqqini yeyishi mumkin. Ertalabdan soat 8-9 dan boshlab 5 gacha ta'lim. Agar o'rtada istirohat, uyqusi bo'lmasa, men tavsiya qilmayman. Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli Odil School xususiy maktabining kuzatuvchilari. Bugun maktabimizning navbatdagi podkasti mehmoni, suhbatdoshi Xo'sh, Hasanxon Yahyo Abdulmajid ustozimiz tashrif buyurganlar. Ustoz, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Bugun biz ilm qadri, ustoz va shogirdning munosabati, tarbiya va ruhiy barkamollik haqida gaplashamiz, ustoz. Ushbu mavzularda sizni bilim, ko'nikma va tajribalaringizdan foydalangan holatda o'zimiz uchun kerakli bo'lgan tavsiya va maslahatlarni olishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Avvalambor o'quvchining ustozning qadri, ustoz va shogird munosabati haqida gaplashar ekanmiz. Aynan shu borada tarixda, ya'ni avvallari tarixda ustoz shogird tushunchasi va an'anasi qanday bo'lgan va buni bugungi ta'lim jarayonimizga, ya'ni hozirgi davr ta'lim jarayoniga qanchalik qiyoslash mumkin? Ustoz deganda aslida nimani tushunishimiz kerak va ustoz bilan o'qituvchining farqi nimada? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man vala. Barcha kuzatuvchilarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deymiz. Taklif uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatni hammamiz uchun manfaatli aylasin. Ustoz shogirdlik an'anasi asli bizning islom ta'limotida Odam alayhissalomdan boshlangan deyiladi. Odam alayhissalom ko'zlarini ochganlaridan keyin, u kishiga ruh puflangandan keyin Alloh subhanahu va taolo Odamga aytdiki, ana u joyda bir guruh farishtalar bor. Ular bir-biriga salom alik qilishadi. Borib o'shalardan salom aligini o'rgan. Mana shu salom alik sen va sening avloding uchun salomlashish, ko'rishish odobi bo'ladi deb aytiladi. Bu rivoyat hadis shariflarda kelgan. Ana shundan deyiladi, Alloh subhanahu va taolo insoniyatga ilm olish uchun mashaqqat tortish, borish. Farishtalarni shundoq o'zini chaqirib kecha sajda qilgan farishtalar edi bular. Odamga o'rgatib qo'yinglar desa ham bo'larmidi? Bo'lardi. Yo'q, Alloh subhanahu va taolo odamga ta'lim berdiki, ilm uchun borasan. Shu salomlash odobini o'rganish kerakmi? Borasan deb mana shuni ta'lim bergan. Ana shundan ustoz shogirdlik an'anasi, demak, odoblari shakllana boshlagan deyiladi. Insoniyatga axloq odobning asl manbasi, insoniyatda mavjud, hozirda ham mavjud odob axloqlarning asl manbasi ilohiy vahiylar bo'ladi. Barcha xalqlarga payg'ambarlar yuborilgan va payg'ambarlar ta'limotlarini yetkazganlar. O'sha ilohiy ta'limotlarda hammasida ilm-ku, vahiy ilm-ku. O'sha ilmni o'rganish bo'yicha yo'l-yo'riq ham ko'rsatilgan. Masalan, Musa alayhissalom hikoyasi Qur'on Karimda keladi. U kishi ilohiy vahiy orqali o'sha davrda eng katta payg'ambari edi. Bir kuni birov Musa alayhissalomning so'zlaridan juda ta'sirlanib ketdi. Juda ilmiy, juda hikmatli gaplar gapirayotgan edi. Ey Musa, sendan ko'ra olimroq odam bormi? deb so'radi. Shunda Musa alayhissalom o'ylab turib, yo'q dedi. Kibr yuzasidan emas. O'z bilganim shuki, mendan bilimliroq odam hozir yo'q dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo tanbeh berdiki, ey Musa, sen bilmaydigan ilm berilgan kishilar bor deb ma'lum qildi. Musa alayhissalom bo'lsa bordirda degani yo'q. Yo Rabbi, o'sha odamni ko'rsatmang, borib bir undan ilm olay dedi.
Shunda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga unga osonlikcha erishmaysan. Uning uchun safar qilasan. U dengiz bo'yidan ketaverasan. Qachonki savatga baliq olasan, shu baliq yo'qolgan joyda uni topasan. Nima o'rgatilyapti desa, ilm uchun izlanish, mashaqqat. Laqad laqina fi safarina hada nasaba deydi. Musa alayhissalom biz mana bu safarda ko'p mashaqqatga qoldik deydi. Xullas borib Xizr alayhissalomni topadi. Xizr alayhissalomga menga ilm o'rgat. Alloh senga bergan ilmdan menga ham ta'lim ber dedi. Shunda Xizr alayhissalom bo'lmasam sen men bilgan narsalarni o'rganishga seni sabring chidamaydi dedi. Musa alayhissalom yo men sabr qilaman dedi. Chidayman dedi. Shunda Xizr bo'lmasam men senga gapirmagunimcha sen menga savol bermaysan dedi. Undan keyin ularning hikoyalari davom etadi. Mana shu hikoyada to'liq agar tahlil qilinsa bitta risola bo'ladigan darajada ilm odobi bor. Ya'ni payg'ambarlarning hayotida, ularning misolida ilm olish odoblari, ustoz shogirdlik odoblari o'rgatilgan. Undan keyin mana Rasululloh akam alayhisolatu vassalomga vahiy, Iso alayhissalomga vahiy tushirilganda ham aynan ilm olish odoblari o'rgatilgan. Bir qancha Iso alayhissalomning hikoyalari bor havoriylar bilan. O'shalar ilm olish odobi borasida ko'rsatmalar bo'lgan. Rasululloh akam alayhissalatu vassalomga vahiy farishtasi tushib, vahiy olib kelar ekan. U ham vaqti bilan ilm olish odoblarini o'rgatgan. Jabroil alayhissalom bir gal inson suratida kirib kelgan. Izn so'rab kirib kelib, o'tirib, cho'kka tushib o'tirib, Rasululloh akam alayhissalatu vassalom bilan savol-javob olib borgan. Keyin u chiqib ketgandan keyin u kishi Rasululloh akam alayhissalom bu kim tanidinglarmi deganlar. Yo'q deyishgan. U Jabroil edi. Sizlarga diniylarni o'rgatgani kelgan ekan dedilar. Mana shundan ulamolar aytadilarki, Jabroil alayhissalom kelib dindan savol-javob qildi. Lekin o'sha savol-javobning qanday olib borilishi borasida odobni ham ko'rsatib o'rgatdi. Yurishida, kirib kelishida, o'tirishida, hay'atida, hammasida savol beruvchi talabani singari kirib keldi. Savolni beryapti, Rasululloh akam alayhissalom unga javob beryaptilar. Mana shu savol-javobda to'g'ri dindan savol-javob bo'ldi. Ammo o'shani o'rganish bo'yicha odobni ham o'rgatib qo'ydi. Va mana shuni hammasini qo'shib payg'ambar alayhisolatu vassalom diniylarni o'rgatmoqchi deb hammasini din deb atadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning sahobalar bilan bo'lgan odobi ham nihoyatda yuksak bo'lgan. Rasululloh akram alayhissalom so'zlaganlarida sahobalar tek o'tirib eshitishar edi. So'zlagan gaplarini, har bir so'zlarini yodlab olishga urinishar edi. Hatto ba'zi bir sahobalar payg'ambar alayhissalomning yuzlariga tik boqmagan. Amr ibn As roziyallohu anhu yosh katta sahoba bo'lmasa. Shundan so'rashganda men Rasululloh akam alayhissalatu vassalomning yuzlarini to'liq tasvirlab bera olmayman. Chunki ko'zim to'yib qaramaganman degan. Nimaga desa, odob yuzasidan ana shunday u zotning huzurlarida rioya qilishgan. Va hokazo mana shu odobning eng katta maktabi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning sunnatlarida va u kishining shu ta'limotlarida namoyon bo'lgan. Keyinchalik bu odob ulamolarga, sahobalardan ulamolarga ko'chgan, ulamolardan keyingi avlodga o'tib, asta-asta asarlar yaratilgan bu borada, alohida kitoblar yaratilgan. Masalan, Imom Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad kitobi bor. Odoblarga bag'ishlangan mustaqil kitob. Kattagina kitob. 1000 dan ortiq hadis kelgan. Hammasi odobga oid. Ana shunday qilib odobni, demak, ustoz shogird, ularning ichida ustoz shogird odobi ham bor. Masalan, otaga nisbatan odob, onaga nisbatan odob bo'lib borib, ustoz shogird odoblari ham bor. Sahobalarning o'rtasida ham ana shunday odoblarni ko'rishimiz mumkin. Masalan,
Abdullah ibn Abbos roziyallohu anhu yosh sahoba bo'lgan. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu yosh katta sahobalardan edi. Abdullah ibn Abbos roziyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom vafot etganlarida shu 14-15 yashar yosh yigit bo'lgan. O'smir yosh bo'lgan. O'smir yoshda bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan ko'p narsani o'rgana olmadi-yu, endi sahobalardan o'rganishga kirishdi. Mana shunda u kishi sahobalardan qanday odoblar bilan ilm olganlari, ularga qanday munosabatda bo'lganlari borasida rivoyatlar naql qilingan. Ana ularda biz ko'ramiz. Mana shu misolni. Bitta misol Ubay ibn Ka'b Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu. Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu endi katta sahobalardan. Ibn Abbos roziyallohu anhu bir kuni Zayd ibn Sobitni ulovga mindirib qo'ydi. Oyog'ini qo'yish uchun o'zini qo'lini yelkasini tutib turdi. Unday qilma. Keyin ulovga mindirib, juganidan ushlab, haligi yugandan, jilovdan ushlab, ana shunday ehtirom ko'rsatdi. Zayd ibn Sobitni kuzatgan chiqqanda. Shunda Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu qo'y desalar, Ibn Abbos roziyallohu anhu aytdilarki, biz olimlarimizga, ustozlarimizga mana shunday hurmatda bo'lishga, shunday hurmat ko'rsatishga buyurilganmiz-ku. Shuning uchun men shunday qilyapman dedi. Shunda Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu bo'lmasam qo'lingni ber dedilar. Qo'lini berganida Ibn Abbos endi payg'ambar avlod. Rasululloh akram alayhisalom jiyanlar. Ibn Abbosning qo'lini o'pdilarda biz ahli baytga mana shunday hurmat ko'rsatishga buyurilganmiz dedilar. O'zaro ana shunday ehtiromlar ko'rsatildi. Bunga o'xshash misollar demak o'sha saodat asridan naql qilinadi. Undan keyin ulamolarimiz bu borada mustaqil kitoblar yozganlar. Hatto ulamolar aytadilarki, Sufyon Savriy aytadilar. Biz bo'lmasam u kishi katta muhaddis ham faqih bo'lgan. Sufyon Savriy aytadilarki, biz hadis yozishga kirishishdan oldin 20 yil odob o'rganardik deydi. Ya'ni ilmni talqin qilish, ilmdan dars berishdan oldin biz bir necha yil odob o'rganardik. Abdullah ibn Muborak degan katta muhaddis o'tgan, ham faqih, Imom Abu Hanifaning shogirdlari. Imom Buxoriyga endi bobokalon ustoz bo'ladi. Abdullah ibn Muborak o'z davrida mu'minlarning hadis ilmi bo'yicha amiri degan laqabga, unvonga sazovor bo'lgan odam. Bir kuni men Bag'dodga bormoqchiman debdi. Shunda u kishiga aytishibdiki, Bag'dodda nima qilasiz? Ya'ni ilm olish uchun bormoqchiman deganda. Bag'dodda nima qilasiz? Bag'dodda sizga ilm beradigan odam yo'q-ku. Siz istifoda qiladigan odam yo'q-ku Bag'dodda deyishdi. Shunda u kishi aytdilarki, Ibn Avnning oldiga ketyapman. Qaysi Ibn Avn? Falon Ibn Avn. Undan nimani o'rganasiz? O sizchalik hadis ilmida, fiqhda sizchalik emas-ku. Shunda Abdullah ibn Muborak aytdilarki, undan odob o'rgangani ketyapman. Ya'ni odobni o'rganish uchun alohida safar qilishgan, sababi o'sha ilm odobi va boshqa odobga oid mavzular ana shunday keng yoritilgan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining shogirdlari bilan o'rtalaridagi odoblari ham nihoyatda namunali. Mana biz muallimlar kunlarida bu rivoyatlarni doim eslaymiz. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining o'zida ham, shogirdlarida ham ustozga nisbatan go'zal odoblarni ko'rishimiz mumkin. Hammod u kishini Hammad ibn Sulaymon Imom Abu Hanifaning eng asosiy ustozlari. Shuni huzurida 20 yil dars olganlar. Qariyb 20 yil u kishidan ta'lim olganlar. Aytadilarki, Hammodning uyi tomonga oyog'imni uzatmaganman deganlar. Vaholanki o'rtamizda bir nechta ko'cha bor edi degan. Bir necha ko'cha narida ustozning uyi, o'sha ustozning uyi tomonga oyog'imni uzatmaganman. Ustoz yo'q, ustoz naryoqda ko'rinmaydi. Bir necha mahalla naridagi ustozning uyida bo'lsa deb shunchalik hurmat ko'rsatilgandan keyin
o'ziga qanday hurmatda bo'lishi mumkin? To'g'ri. Aytadilarki, men biror namozimda hammadni duo qilishni unutmayman deganlar. Imom Abu Yusuf ham shundoq. Imom Abu Hanifaga xuddi shunaqa odobni qaytarganlar go'yo. U kishi aytarkanlarki, men Abu Hanifa rahmatullohi alayhining haqqiga duo qilmagan kunim yo'q. Imom Shofiy Imom Malikning huzuridagi odoblarini yoki Imom Shofiyning huzurida boshqa nimalarni, shogirdlarning odoblarini ham misol keltirish mumkin. Imom Shofiy aytadilarki, Malikning huzurida kitobni varaqlashga botinmas edim deydi. Kitobning varaqlashdagi shiqirlash ovozi bor-ku, shu ovoz yuzasidan shu kitobni varaqlashga odam tortinardi. Ustozga nisbatan baqirish, u hokazolarni qo'ying. Varoqning ovozi ustozga aziyat yetkazmasmikin degan mulohaza qilishar. Mulohazani aytyaptilar. Bunga o'xshash misollar juda ham ko'p. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining ham hayotlarida ana shunday go'zal misollarni ko'rishimiz mumkin. U kishi aytadilarki, Imom Termiziy Imom Abu Hanifadan, Imom Termiziy Imom Buxoriydan ta'lim olganlar. Ustoz. Imom Buxoriy endi butun dunyoga ustoz. Xususan hadis ilmi bo'yicha u kishidan oldin ham keyin ham u kishiga tenglashadigan odam deyarli bo'lmagan. Imom Termiziy ham u kishining shogirdlaridan. Lekin Imom Buxoriy aytarkanlarki, Imom Termiziy, ey Abu Iso, sen mendan olgandan ko'ra men sendan ko'p foyda oldim derkanlar. Nima foyda olgan Imom Buxoriy Imom Termiziydan deyilsa, odobda Imom Termiziy nihoyatda yuksak bo'lgan ekan, ustozga hurmatlar. Hatto Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ham Imom Termiziyning odoblaridan hayratga tushar. Ilm odobi borasida alohida mustaqil kitoblar yozilgan. Jumladan Imom Navaviyning kitoblari bor. U kitob nashrlar ham chiqdi, o'zbek tiliga tarjima qilindi. Yana Ta'limul Mutaallim degan kitob bor. Adabul Sami' va Mustami' kitoblari bor. Ya'ni hadis tinglash yoki ilm tinglash va ilm aytish bo'yicha odoblar. Ilm olish bo'yicha, ilm berish bo'yicha odoblar. Va hokazo juda katta merosimiz bor. Endi ana o'sha meros bilan bugungi kunda qanday taqqoslasak bo'ladi degan savolingizga kelsak, bugungi kunga taqqoslaganimizda u odoblardan juda ko'pini yo'qotganmiz. Lekin xayriyatki ancha-munchasi saqlangan. Biz o'zbekchiligimiz, milliy qadriyatlar sifatida ba'zi odoblarimiz saqlangan. Lekin biz ustozlarimizda ko'rgan yoki shu kitoblarimizda o'qiganimiz darajasida emas. Sababi oldinlari odob kitobi o'qitilgan, yodlatilgan. Odobnoma alohida mustaqil kitoblar o'qitilgan. Va odobnoma alohida nazmlar, manzumalar yozilgan, yodlatilgan. U manzumalarni hozir ham ba'zi bir yurtlarda yodlashadi. U manzumalarda odoblar majmuasi, ota-onaga qanday odoblar, 1, 2, 3, 4, 5 sanab o'tiladi. Ustoz shogird o'rtasida qanday odoblar. Oldiga tushib yurmaslik, undan oldin gap boshlamaslik va hokazo hammasi raqamlagandek xuddi birinchi odob u, ikkinchi odob bu degan darajada aniq qilib ko'rsatilgan, yodlatiladi. Va mana shu an'ana davom etib, masalan, bolalarning yoshiga qarab odoblar o'rgatilgan. Masalan, axloq kitobi bor, Abdulloh Unoniyning axloq kitoblari. Mashhur gaplari bor, tarbiya yo hayot yo mamot degan. Axloq kitobi orqali mana bizga uyimizda ota-onamiz, onam shu axloq kitobini o'qitganlar. Axloq kitobi orqali ham kishiga juda katta odoblar o'rgatilgan. Unga o'xshash kitoblar, asarlar yozilgan va o'qitilgan. Va og'zak, ya'ni amaliy sifatda ko'proq o'rgatilgan. Shu ustozning huzuriga borgan odam u yerdagi muhit, u yerdagi odobni o'zi ko'rib o'rganib, o'zi shundoq qolib ketib qoladi. O'sha yerda o'zi ko'rib turib tarbiya topadigan bo'lgan.
Bugungi kunimizda bu borada ba'zi bir oqsashlar bor. Lekin umid qilamiz mana hozir ba'zi bir ayrim kitoblar oldingi o'sha ajdodlarimiz, ulamolarimizning asarlari asta tarjima bo'lyapti, nashrdan chiqyapti. Endi ilm yoyilsa, ajab emas, ana o'sha odoblarimiz yana qaytib tiklansa. Shu o'quvchi mukammal ta'lim va tarbiyaga ega bo'lmoqchi ekan, bu yo'nalishda uning ruhiy barkamolligi ham asosiy o'rinlardan biri hisoblanadi menimcha. Shu islom olamida ilm olish fazilatlari haqida nimalar deyiladi va ilm olish dunyoviy tushunchalarimizga va ruhiy taraqqiyotimizga qanday ta'siri bor? Xo'p. Ilm olishning fazilati borasida islomchalik, biz dinimizchalik ko'p va xo'p so'zlagan ikkinchi bir ta'limot yo'q menimcha. Oyatlarda deysizmi, hadislarda deysizmi, ulamolarning so'zlarida deysizmi, hammasida ilm olish fazilati borasida boshqa hech bir joyda eshitilmagan, o'qilmagan ajoyib hikmatlarni, o'gitlarni topish mumkin. Ilm olishning fazilati borasida ulamolarimiz aytadilarki, ilm Allohning sifatlaridan biri. Allohning sifatlaridan biriga ega bo'lish albatta bu endi ulug' sharaf bo'ladi. Musulmon kishi shunday deb biladi. Dunyodagi ilm o'zi nima? Ilm haqida ham musulmon ulamolardek ta'rif va tavsifni boshqa joydan topa olmaysiz. Odamlar mana hozir siz aytganingizdek dunyoviy tushuncha va hokazo degan fikrlar bilan yondashadi-da. Dunyo o'zi nima? Musulmon kishi savol berish kerak. Dunyoviy ilm, diniy ilm va hokazo degan gaplarni gapirishdan oldin dunyo o'zi nima? Dunyo Alloh yaratgan borliqmi yo o'zi Allohdan tashqari qadimdan bo'lganmi? Musulmon kishi e'tiqodiga ko'ra dunyo Alloh yaratgan borliq. Alloh yaratgan borliq va dunyo Allohning ilmi bilan qoim, oyoqda turadi. Allohning ilmi bilan barpo bo'lgan, Allohning qudrati bilan barpo bo'lgan. Dunyodagi hamma ilmni nisbati Allohga. Ya'ni bu dunyoda bir insoniyat bilgan biror ilm Allohning ilmidan mustasno emas yoki mosuvo emas. Jo'grafiyani o'rganyapti bir odam. Nimani o'rganyapti? Bir narsani yo'qdan yaratib o'rganyaptimi? Bor yerni o'rganyapti. Falakiyot o'rganyapti. Nima? Falakiyot o'zi yo'qdan yaratib o'rganyaptimi? Bor falakiyot qonuniyatlarni o'rganyapti. Yoki mana fizika qonunlari deysizmi, kimyo deysizmi, qaysi birini inson yo'qdan yaratgan. Shuning uchun musulmon kishining ilmga bo'lgan munosabati shundoq bo'ladiki, bu dunyo Alloh yaratgan borliq, Alloh insoniyat uchun yaratdim bu borliqni deydi. Qayta oyatlarda aytiladi bu gap. Sizlar uchun yaratdim degani o'rganinglar degani bu. Va mana shu jihatdan olib qaraganda kishi o'rganayotgan narsasi u din ilmi deb vahiy ilmi bo'ladimi? Koinot ilmi bo'ladimi? Allohning ilmi hisoblanadi. Endi mana shu Allohning ilmidan nasiba olish, undan ulushdor bo'lish, uni kashf qilish qanday huzur baxsh, qanday sharafli ish. U diniy bo'lsin, vahiy qilingan bo'lsin, koinotdagisi bo'lsin. Har ikkisi bir-birini to'ldiradi. Bir-biriga ko'makchi bo'ladi. Musulmon kishi ilmga mana shunday yondashadi. Agar mana shu tushunchani kishi his qilsa, ilm o'rganishga bundan ortiq insonga rag'bat yo'q. Eng katta rag'bat shu. Ilm bir narsaning haqiqatini bilish. Masalan, mana shu idishning oqligini oq ekan deb aytsa, bu ilm bo'ladi. Oq narsani ko'k ekan desa, mana bu joyini ozgina naqshini ko'rib. U jaholat bo'ladi. To'g'ri ichida ko'k joyi bor, lekin o'zi oq bu. Dunyoda inson o'rganadigan ilmlarning hammasi bir bor haqiqatni anglashga urinish, kashf qilish hisoblanadi. Ana o'sha kashf qilayotgan ilmlar hammasi Allohning ilmi bo'ladi.
Allohning ilmidan u dunyoga sochib qo'ygan ilmi bo'ladimi? Ha? Payg'ambarga vahiy qilgani bo'ladimi? Undan ulush olishdaqa sharafli narsa yo'q. Islom ilmni mana shunday taqdirlaydi. Mana shunday tushuntiradi. Bizning dinimizda ilm Allohning sifatlaridan nasiba olishga urinish. U qaysi ilmni olayotgan bo'lsa ham farqi yo'q. Modomiki foydali ilm, dunyoda insoniyat uchun manfaatli bo'lgan borliqdagi ilmmi, bu Allohning ilmidan nasiba hisoblanadi, ulush hisoblanadi. Endi mana shu ilmni o'rganish borasida, o'rganishning fazilati borasida oyat hadislarda juda ko'p go'zal hikmatlar aytilgan. Qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan bilan bilmagan barobar bo'ladimi? Alloh ilm berilganlarning darajatini ko'taradi deydi. Yana Allohdan ilm berilganlar qo'rqadi deyiladi. Olimlar qo'rqadi. Bu oyatni o'qigan odam din olimlarimi deb o'ylaydi. Din olimlari ham kiradi uning ichiga. Lekin oyatning konteksti deymiz-ku, oqimi. Oqimida borliqdagi mo'jizalar haqida gap ketayotgan oyat u. Tog'larning rang-barangligi, insonlarning rang-barangligi, hayvon olamini, hayvonot, nabotot olamlarining xilma-xilligini ko'rmaysizlarmi? Deb turib, mana shu davomidagi oyatda aytiladiki, Allohdan faqat olimlar qo'rqadi. Ya'ni mana bu borliqni haqiqatlarini anglagan kishilar Allohdan qo'rqadigan bo'ladi. Agar ochiq qalb bilan shu borliqni o'rgansa. Islom, ya'ni nuqtai nazardan ilm mana shunday qadrlanadi. Rasul akram alayhissalatu vassalomning juda ko'p hadislari bor ilm olish borasida. Aytganlarki, ilm masalalaridan bir mavzuni, bir bobni o'rganish uchun qadam bosib chiqishing 1000 rakat namozdan afzal deganlar. 1000 rakat nafl namoz o'qish uchun siz bir kun vaqtingiz yetsa yetadi, bo'lmasa yetmaydi. Lekin undan bitta masalani o'rganish savobi afzal. Nima uchun? Haligi nuqta. Bu ilm Allohning sifati, Allohning ne'mati insoniyatga berib qo'ygan. Yana aytiladiki, jannatga olib boriladigan eng yaqin, eng oson yo'l ilm yo'li deyiladi. Kishi halol kasb bilan ham jannatga kirish mumkin. Ota-onaga xizmat qilib jannatga kirish mumkin. Va yana boshqa ishlar, xayrli ishlar bilan jannatga erishish mumkin. Lekin eng yaqin oson yo'l ilm yo'li. Jannatga olib boriladi. Yana aytiladiki, hadis sharifda Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Insonlarga yaxshilik o'rgatadigan kishining haqqiga Alloh va uning farishtalari, yer va osmondagi barcha jonzotlar, hatto suvdagi baliq, inidagi chumoli ham istig'for aytib haqqiga duo qiladi. La yusalluna. Ya'ni xayrli duo qiladi. Rasul akram alayhissalatu vassalom o'zlari o'qish yozishni bilmagan jamiyatda payg'ambar bo'lgan esalarda sahobalarni, butun ummatni ilmga oshno qilib qo'yganlar. Nima uchun desa, ilmni targ'ib qilaverib, ilmni o'rgatishga ko'p targ'ibot olib borish oqibatida sahobalar ilmsevar insonlarga aylangan. O'shandan insoniyat tarixida katta burilish yasalgan. Siz insoniyat tarixni o'qing. Katta burilish yasagan shaxslar bor. Masalan, Iso alayhissalom ham katta burilish yasagan. U kishining ta'limotlaridan keyin dunyoning juda katta qismida katta, ya'ni fikriy o'zgarishlar bo'lgan. Bizda nasroniylik dini g'arbga borgani haqida yaxshi o'qitilmaydi. G'arb tafakkurida juda noto'g'ri tushunchalar ko'p bo'lgan. Majusiy, butparast, shunaqa ahmoqona ishlar ko'p bo'lgan. Va jamiyat o'ta iztirobda bo'lgan. Shuning uchun 1-milodiy asrdayoq Yevropaliklar nasroniy dinni qabul qila boshlagan. Va bugungi taraqqiyotning negizida qaysidir ma'noda o'sha ilohiy ta'limotlar yotadi. Undan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ta'limotlari orqali insoniyat umuman o'zga bir olamga aylangan. Juda katta burilish yasalgan. Ilmga munosabat, hayotga munosabat, qonuniyatga munosabat, qonunlarga munosabat hammasi isloh qilingan.
Hammasi ilm bilan bo'lgan va mana shu qatorda ilm odobi ham nihoyatda tartibli ravishda bir yaxshi yuqori saviyada yo'lga qo'yilgan. Va hokazo demak ilmga rag'bat mana shu musulmonlar uyg'onishidan oldin. Musulmon renessansini deyapmiz-ku biz hozir. Mana shu islom olamidagi ilm fan uyg'onishidan oldin unaqasi oldin sezib bo'lmagan tarixda. Oldin bo'lgan qaysidir darajada insonlar masalan aytaylik qadimgi Misrda ilmiy uyg'onishlar bo'lgan va hokazo, lekin insoniyatning katta qismidagi ilmiy uyg'onish va uning hayotga katta ta'siri bu birinchi bo'lib musulmon olamida bo'ldi. Nima sababidan? Islomdagi ilmni qadri sababidan. Undan keyingi davrlarda ham demak islomda ilm qadri shunchalar yuksak ko'tarilganki, yaqingacha ilm bepul ya'ni tahsil qilingan. To'g'ri, ilm ya'ni vaqflar bo'lgan. To'g'ri, insonlar o'zi ham sarflagan. O'zi ham ilm yo'lida sarflagan, lekin ilm yo'lida vaqflar bunyod bo'lgan, katta madrasalar, hozirgi til bilan aytganda universitetlar barpo qilingan va hokazo hammasi ilmning qadri yuksakligidan bo'lgan. Ilmga rag'bat shunchalar bo'lganki, mana bizning ulamolarimiz to so'nggi nafasgacha ilm ta'limida, ilm tahsilida davom etganlar. Va bu borada juda ko'p gapirish mumkin, lekin gapimiz cho'zilmasligi uchun qisqa qilib xulosa aytganimizda, islom ta'limotida ilmga munosabat tushunchalardan tortib odob axloqqacha katta bir yuksak bir saviyada demak amalga oshirilgan. Yuqorida ham ko'p ta'kidladingiz ustoz. Ilm olish uchun avvalo odob haqida gapirdingiz. Tarbiya va ilm uyg'unligi. Aynan ilm va tarbiya bir-biri bilan uyg'unlashgan holatda davom etishi uchun ustoz, ya'ni o'qituvchilar qanday yo'l tutishlari kerak ustoz? Oldingi savolingizda xuddi shunga bog'liq nuqta bor edi. U ham bo'lsa ruhiy tarbiyani va ilmdagi ahamiyati. Bu hozirgi savol ham o'shani uzviy davomi desak bo'ladi. Ilm olish, hali aytganimizdek, bir narsaning haqiqatini anglash. Masalan, kashfiyot qiladi insonlar. Hozir mana IT sohasi bo'yicha to'lqinlarni o'rganadi va hokazo. Borliqdagi qonuniyatni o'rganib, shundan foydalanishga urinish. Oldinlar yer chopib, yerdan unum hosil olishga uringan bo'lsa, endi yerdan tashqari boshqa masalan to'lqinlardan ham foydalanishga urinish. Va hokazo mana shu bo'yicha insoniyat bor demak mavjudotlardan foydalanyapti. Qonuniyatlardan foydalanyapti. Bu ilm bu. Ammo shu ilm insoniyatga foydali bo'lishi uchun o'sha ilmni o'rgatayotgan, uni tatbiq qilayotgan kishilarning qalbi pok, ruhi tarbiyalangan bo'lishi kerak. Bo'lmasa bu ilmlar insoniyatga katta zarar keltirishi mumkin. Insoniyat qadimdan urushib kelgan. Lekin oxirgi harbiy ilmlar rivojida, oxirgi 19-20 asrlardagi harbiy ilm va qurol aslahalarining rivoj, taraqqiyot, ya'ni sanoatdagi taraqqiyotida bu Birinchi, ikkinchi jahon degan katta urushlarni keltirib chiqardi. Millionlab insonlarning demak yostiq qurishiga sabab bo'ldi. Haligi Erkin Vohidovning bir qasidalarida bayt bor. Atomni ijod etib, dahshat balo bunyod etib, oqibatni yod etib, hayron o'zing, hayron o'zing. Ana shunday katta kashfiyotlar demak agar axloqiy tarbiya bilan bo'lmasa, demak zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun ilmda ruhiy tarbiya, axloqiy tarbiyaning ahamiyati katta. Ana o'sha axloqiy tarbiya, ruhiy tarbiya ilmni to'g'ri ishlatishni ta'minlab beradi. Bo'lmasam inson masalan hozirgi til bilan aytganda pul uchun ham yo'lni qilishi mumkin. Masalan yaxshi ilm egasi
Ha? Dunyoni hozir kim masalan urushlarni barbod hayvonlarni kim qilyapti? Ilmsizlar emas, ilmlilar qilyapti. Aynan geografiyani yaxshi bilgan, matematikani yaxshi bilgan, kimyoni yaxshi bilganlar qilyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Haligi ilmsiz odamlar juda birovga foyda keltirmasa ham zarar ham keltirayotgani yo'q. Ortiqcha. Ammo dunyoni barbod qilayotganlar, urush janjal qilayotganlar hammasi ilmlilar. Shuning uchun bizni dinimizda o'rgatiladiki, ilmdan oldin odob, axloq, ruhiy tarbiya nihoyatda muhim. Ana shu odob, axloq bilan, ruhiy tarbiya bilan kishi ilmni to'g'ri ishlatish ta'minlanadi. Buni yoshligidan, mana kichikroq biz hozir juda haligi olamiy miqyosda fikrladik. Lekin yakka shaxs tartibida o'rgansangiz ham, masalan, bozorning ilmini yaxshi bilgan odam agar insofi bo'lmasa, bozorni chaqab tashlaydi. Monopoliya qiladi, odamlarning haqqini yeydi va hokazo. Nima uchun? U yaxshi biladi iqtisod ilmini. Iqtisod ilmini yaxshi bilgandan keyin agar insofi bo'lmasa, u boshqalarning haqqini yeyishi mumkin. Xohlagan ilmni oling, yoki mana hozir kompyuter. Borib haykal bo'lib turib, odamlarning bankdan pulini o'g'irlash mumkinmi? Shunday. U ilm nimaga ishlayapti? Birovlarning haqqini yeyishga ishlayapti. Vaholanki yaxshilikka ishlashi ham kerak, mumkin edi u. Ammo uning uchun unda ruhiy tarbiya bo'lishi kerak edi. Axloqiy tarbiya bo'lishi kerak edi. Halol, harom tushunchasi bo'lishi kerak edi. Shuning uchun ilm berishda aynan mana shu haqiqatni tushunish kerak. Va hatto mana ba'zi bir yurtlardagi xiyonat qiladigan kishilar bo'ladi-yu. Yurtiga xiyonat qilgan odamlar. O'rganing juda ko'p ilmli odamlar bo'lgan. Qaysi bir sohani yetakchisi bo'lgan, shundan dushman foydalangan. Nima uchun desa, axloqi, qalbi tarbiyalanmagan bo'lgan. Ammo qalbi tarbiyalangan sof, samimiy, halol insonlar, ular juda bir ishni qoyillatmagan bo'lsa ham, lekin xiyonat qilmagan. Shuning uchun ilmda odob va ruhiy tarbiya nihoyatda muhim. Insonning tanasi bu ko'rinib turgan borlig'i. Lekin uning asliyati u tanada emas u. Masalan, siz ko'z qosh chiroyli inson bilan maza qilib gaplasha olmaysiz, agar axloqi chatoq bo'lsa. To'g'ri. Ammo xunuk odam xulqi go'zal bo'lsa gaplasha olasiz. Uni seva olasiz, uni yaxshi ko'rasiz. U bilan do'stlashasiz. Mumkin u tanasida go'zallik yo'q. Lekin qalbdagi go'zallik sizni rom qiladi. Ilm ma'lumotlarni jamlash bo'lsa, bilim orttirish bo'lsa, uni qanday tartibda, qanday insoniylik, odob, axloq, vijdon bilan uni boshqarish, bu ruhiy tarbiya bilan bo'ladi. Shuning uchun ruhiy tarbiya va ta'limdagi tarbiya nihoyatda muhim. Masalan, sport bilakni baquvvat qiladi. Agar shu quvvatni kasb qilish, bu ham bir o'ziga yarasha ilmni taqozo qiladi. Jismiga e'tibor beradi, shuni ilmini o'rganadi, shunga mehnat qiladi, to'g'rimi? Ammo bilagidagi quvvat uni yaxshi insonligini anglatmaydi. Uning axloqi tuzal tarbiyalansa, uning ichiga, qalbiga yaxshiliklar singdirilsa, mana endi uni kuchi yaxshilikka ishlaydi endi. Bo'lmasa u birovga zulm qiladi. Birovni o'ldirishi mumkin. Tug'yonga ketishi mumkin. Shuning uchun bizning dinimizda ta'lim, tarbiya uzviy bog'liq narsa. Hatto shariat ilmini o'rganganda ham, ahkomlarni o'rganda, odobni o'rganda, lekin qalb ilmi bor shariatda. Tasavvuf ilmi deymiz. Tazkiya ilmi deymiz. Agar shu ilm bilan inson o'zini tarbiyalamasa, o'sha o'rgangan oyat hadislarini ham suiiste'mol qilishi mumkin. Dunyoda haligi dinni o'rgangandan keyin muammo chiqyapti-ku kimlardadir. O'sha muammoning sababi yaxshi o'rgansangiz shu tazkiya ilmi yo'q. Tazkiya ilmi bilan o'rganilganda hamma ilm
ana sizga maqsadni hosil qilib beradi va manfaatli bo'ladi. Endi diniy ilmdagi shu holat bo'lgandan keyin mana bu moddiy narsalarning ilmi bor-ku. Bu erta qachon bularga ruhiy tarbiya kerak. Axloqiy tarbiya kerak. Yana bir narsa mana ta'lim bilan tarbiyani o'rtasidagi farq deganda, ta'lim aytganimizdek moddani o'rganish. Ammo kishining odob axloqi, shirin so'zligi va hokazolar ba'zan tabiatda ham bo'ladi qaysidir darajada. Ammo kishiga kasbi ham ta'sir qiladi. Bilasizmi? Ba'zi bir masalan soha vakillari bo'ladi. Juda o'zini sohasida zo'r mutaxassis. Lekin na oilasi u bilan gaplasha oladi, na bola chaqasi bilan aloqasi yaxshi, na qo'ni-qo'shni, na insoniylik topilmaydi. Hech narsa. Men o'zim ko'rganman shunaqa insonlarni. Zo'r matematik olim, gap bo'lish mumkin emas. Matematika bo'yicha juda ko'p masalan ilmiy yangiliklar ham qilgan. Ammo insoniylik jihatidan hech gaplashadigan emas. Shu matematikadan aytadigan masalasidan foydalanib ketaverish kerak. Tamam. Shuning uchun ya'ni oddiy birovga zarar keltirishdan tashqari insoniy munosabatlar, ota-onaga yaxshilik qilish, ehtirom ko'rsatish, farzandlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish, hammasida ruh, insonning qalbi, ichki olami uni boshqaradi. O'sha ichki olamni tarbiyasi albatta muhim. Shaklni to'g'irlash oson. Hozir operatsiya qilib ham to'g'irlab qo'yapti, masalan, ancha-muncha joyini. Qoshini, ko'zini-da. Ammo o'sha ko'z qoshini chiroyliligi yoki usti boshini go'zalligi, sipoligi uning ichki olamini anglatmaydi. To'g'ri. Ammo insonning asli insoniyligi ichki olamida bo'ladi uni. Ana o'sha qalb tarbiyasi, ruh tarbiyasi demak izchil hamohang olib borilmasa, bunda boshqa ilmlarda yo fayz topilmaydi, yoki undan ham yomoni o'sha ilmlar yomonlik ishlashi mumkin. To'g'ri so'z. Aynan biz Odil School xususiy maktabimizda yuqorida aytganingizdek, ta'lim va tarbiyani bir xil uyg'unlikda olib borish uchun ta'lim uchburchagi usulimizdan foydalanamiz. Ya'ni uchburchagimizni uchala burchagida birida maktab, o'quvchi va ota-ona joylashgan bo'lsa, bular barchaligi hamjihatlikda harakat qilsa, o'quvchini ham ta'lim, ham tarbiya yo'nalishidagi natijasiga tezroq va mukammalroq ravishda erishamiz deb tushunamiz. Aynan shu borada qo'shimcha shu uslubimizga tavsiyangiz? Hamkor bo'lib ishlashning umumiy qoidasi bor. Masalan, sherikchilik bo'ladimi? Hozir siz aytganga o'xshash avlod tarbiyasi bo'ladimi? Shuni sheriklik bilan birga qilish, ustoz, shogird, ota-ona bo'lib. Inson kim bilan do'stlashadi bilasizmi? Aka-ukasi bilanmi, qudandasi bilanmi? Er-xotinmi? Inson ham fikri bilan do'stlashadi. Fikrlar insonlarni birlashtiradi. Shakllar emas. Fikrlari, dunyoqarashi, maqsadlari bir odamlar oq-qora bo'ladimi, qizil-sariq bo'ladimi, past bilan bo'ladimi, erkak ayol bo'ladimi, birlashadi ular. Siz aytgan uchlik maqsadga erishish uchun ular fikrlashlari yaqin bo'lishi kerak. Mana shunga erishish kerak. Ayniqsa mana ustoz bilan shogird o'rtasida siz shogirdning kallasiga qo'lingizni solib to'g'rilolmaysiz kallasini. Bir paytlar o'sha shogirdga qata biz ham fikrlaganmiz. O'sha boladaqa fikrlaganmiz. Bizni nima o'zgartirdi? O'sha bizni o'zgartirgan omilni unga ham ilinish kerak. Masalan, hayotdagi muammolar bizni qarashlarimizni o'zgartirdimi? Shu muammolarni ularni ongiga yaqin ravishda ularga tushuntira bilish kerak. Yoshiga munosibini. O'shanda o'sha muammolar sizni tafakkuringizni o'zgartirib, yo'nalishingizni o'zgartirganda uni ham o'zgartiradi. Ayni shu holatni ota-ona bilan ham. Ota-onaning ham fikri o'zgarishi kerak. Qarashlari o'zgarsa insonning harakatlari o'zgaradi. Shuning uchun ustoz, shogird, ota-onalar ya'ni ayni maqsadlarni ko'zlasa va aynan bir-birlariga yaqin fikrlaydigan bo'lsa, mana bunda keyin ish samara beradi. Siz masalan ma'rifatli bo'lsin deyapsiz,
ilmli bo'lsin, bilimli bo'lsin deyapsiz. Ota-onasi aytayaptiki, unaqa ko'p o'qish kerak emas, biz bolamizga shart emas, biz zavodimiz bor, shuni yurgizsin deyapti. Shunday. Menga deydi, shu do'konim ochib turadigan bola bo'lsa bo'ldi bu deydi. Bo'ldi, ziddiyat kelib chiqaveradi. Shuni. Yoki bolaning o'zida shunaqa fikri bor. Men o'qib nima qilaman deydi, falonchilarga o'xshab deydi. Bularning endi puli yo'q. Dadasining sharoiti unaqa zo'r emas. Endi bular shunaqa o'qiydi. Ammo men muhtoj emasman. Chunki menga dadamning ishxonasi yetadi. Dadamning biznesini, tijoratini davom ettirsam bo'ldi. O'qita olasizmi shu bolani? O'qita olmaysiz. To'g'ri. U qachonki sizdaqa fikrlash kerak. O'sha pulim bo'lganda ham menga ilm kerak. O'sha pulni, o'sha zavodni, o'sha fabrikani, o'sha tijoratni yana ham yuksakka olib chiqishim uchun menda dadamdan ko'ra yuksak ilm kerak. Ha? Uning uchun mana maktabda yaxshi o'qishim kerak ekan. Va hokazo mana shunday fikrlash kerak. Yoki siz kelajakni ko'ryapsiz. Bola ko'rmaydi. Siz 20 yildan keyin 10 yildan sen voyaga yetib 10-15 yildan keyin tijorat qilaman deganingda hozirgi tijorat yo'q bo'lishi mumkin umuman taktiga bilan. To'g'rimi? Ne ishda kasblar yo'q bo'lib ketdi mana hozir. O'sha 20 yildan keyingi senga dadangni tijorat ish bermaydi. U vaqtda senga mana bu bilimlar kerak bo'ladi. Siz o'sha bilimlarni bermoqchisizda. Shuni unga keyin tushuntirish kerak. Uni ko'zi, uni tasavvuri, aytayapman, siz ko'rgan narsani ko'rsa u hayolan bo'lsa ham. U fikri o'zgaradi. Ota-onalarga ham mana shunday. Ya'ni fikrlar uyg'unligi, maqsadlar birligini ta'minlashga urinish kerak. Zo'rakilik bilan emas. O'zaro suhbat, dialog, tushuntirish va fikrlashish orqali mana shunday qilinsa, bu bitta ish. Ikkinchisi, ana o'sha sizni fikrlashingizga ta'sir qilgan, asos bo'lgan kitob bo'lsa agar, shuni ota-onaga baham ko'rish kerak. Yoki shogirdga. Shu kitob meni fikrlarimni o'zgartirgan edi. Sen ham o'qi. Mana siz ham o'qing. Dadasi, onasi. Ha? Keyin xulosani bir gaplashamiz desa, bu ham yaxshi turtki bo'ladi. Tavsiya ma'nosida. Avvalgi paytlarda, ya'ni avvalgi davrlarda bir ustoz o'z shogirdiga bir necha yo'nalishlarda ta'lim berganda, deylik yo'nalish deganimizda uni o'sha ham fandan, ham dunyo tushunchalaridan, ham ma'naviyat tushunchalaridan ta'lim bergan. Ustozlar bunaqa ko'p qirrali bilimlarni bir vaqtda o'zida berishiga, ya'ni o'zi ham shunday bilimlarga ega bo'lish uchun qanday qilib muvaffaq bo'lishgan aynan ustozlar o'sha davrda shunday bilimlarni o'zlarida jamlashga. Uning yo'li shu har bitta sohada o'sha sohaning mutaxassisidan ilm olishga harakat qilinadi. Shunda yo'l oson bo'ladi, yaqin bo'ladi. Va o'sha olimdagi, masalan aytaylik, bir kishi matematika bo'yicha nihoyatda yaxshi professor, olim. U bir necha yillik tajribaga ega, ta'lim bo'yicha ham. Yoki hadis ilmida xuddi shunaqa. Fiqhda yana kimdir shundoq. Siz o'sha qanchalar yuksak mahorat tajribali ustozdan ilm olishga urinsangiz, shuncha oson bo'ladi. U oson tushuntiradi, yaxshi bilgan odam. Sodda tushuntiradi. Katta ilmlar sizga sodda bo'lib qoladi. Ya'ni qadamingiz tezlab ketadi. Shogirdning qadami tezlab ketadi. Va ikkinchidan o'sha pishgan ilm berilgani uchun, xulosalar berilgani uchun u qisqa bo'ladi, lekin kifoya qiladi, yetarli bo'ladi. Har bitta sohani o'zining olimidan o'rgangan oldingilar. Eng yaxshi mutaxassisdan o'rganishga uringan. Va hammasini birdan o'rganmagan. Odatdan bitta ikkitasini birga o'rgansa, keyin uni masalan ma'lum marraga yetkazib, keyin ikkinchi sohani egallagan. Hozir ko'pchilikda ish chala qolishining sababi 10 ta fanni teng boshlab oladi. Shunaqa. Menimcha bu muvaffaqiyatli emas. Misrda Samarqand uslubi deyishadi. Bilmadim men. Samarqanddan borgan olimlar o'rgatganmi ularga, shundoq atashadi har qalay. Ularda uslubda xuddi shunaqa. Ya'ni masalan arab tili bilan mutolaa kitob, ilm odobiga oid kitob, 2-3 ta bir-biriga yaqin kitoblarni teng boshlaydi.
ularni bir marraga yetkazib qo'yib, keyin mana masalan hadis, mustalahul hadis va hokazo o ilmlarni borasida kitob o'qiydi. Qo'llanmalari aniq, manbalari aniq. O'shalarni o'qib tugatgandan keyin shu fan bo'yicha yetarli bilimga ega bo'ladi. Odatdan har bitta fandan imtihon topshirib, o'sha fanning asosiy qonunlarini, qoidalarini yodlab olgandan keyin keyingi fanga o'tadi. Yoki ikkita fanni shunaqa o'qiydi. Ikkita fanni o'qisa, ikkita fanni yetkazib marraga, keyin yana ikkita fanni egallaydi. Mana shunaqa qilinsa, menimcha samarali bo'ladi. Oldingi ulamolarning o'qish uslubi shunaqa bo'lgan. Masalan Imom Buxoriy hadis o'rgangani borganda, Qur'ondan qancha yodlagansan degan. Bola bo'lgan, 8 yasharmi, 7 yasharmi bola bo'lsa. 10 borami, 5 borami, 8 borami yodlaganman degan. Deganda oldin Qur'onni tugatib ketgan. Keyin hadis yodlaysan degan. Ikkalasini teng yodlasa bo'lmasmi desa, yo shalg'iydi. Qur'onni yodlab tugatib kelib, keyin hadisni boshlaydi masalan. Keyin masalan ma'lum hadis ilmida ma'lum malaka darslarni egallagandan keyin fiqhni o'qitadi masalan. O'qitgan. U vaqtlarda uslub shunaqa bo'lgan. Hozir aksincha bo'lishi mumkin. Oldin fiqh, keyin hadis o'qitilishi mumkin. Tartiblar endi uslublarda farq bor. Muhimi bitta fanni istilohlarini, asosiy manbalarini o'qib o'rganib, shu fanni egallab, keyin ikkinchi fanga o'tishgan. Yo'inki ikkita bir-biriga yaqin fanlarni o'qib, keyin ma'lum malakaga erishganda, keyin hamma ilmdan kitob o'qiradi ular u yog'iga. Lekin boshlanishda asosiy qoidalarni o'zlashtirishda shunaqa qilingan. Masalan aytaylik, ham rusul, ham ingliz, ham arab tilini o'qishyapti. Shu bittadan o'qisa bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. Bittasini bosib o'qib, marraga yetkazib, ikkinchisini o'qisa oson bo'lishi kerak. Oson bo'ladi deb o'ylayman men. Tajribada endi kim qanaqa bilmadim. Hech bo'lmasa ikkita til, lekin 4 ta tilni o'qish bir haftada. To'g'ri. Mana masalan biz institutda shunaqa 4 ta til o'qitilardi. 4 ta tilni o'rniga o'sha vaqtda biz taklif aytganmiz. Ikkita tilni yaxshi o'rganib, keyin ikkita tilni o'qisa bo'lmaydi. Shunday qilsa. Yoki bittadan tilni masalan. Boshqa fanlarda ham shunga o'xshash taqsim o'ylab ko'rish kerak tajribalarni. Ana shunday qilingan oldingi uslubda va o'shuning uchun ular qomusiy olim bo'la olgan. Bugun ham menimcha buning imkoni bor. Keyin yana bitta tushuncha, oldingilarda ilmni ajratish degan tushuncha qarash bo'lmagan. Ya'ni ilmdan yotsirash, qaysi bir ilmni ajratish, qaysi bir ilmga nimadir begona ko'z bilan qarash bo'lmagan. Ular hamma ilmni bir ko'z bilan ko'rgan. Alloh nozil qilgan ilm, vahiy ilmi, bu bitta bu ham ilm. U mana Yevropada shunaqa tushuncha paydo bo'lgan. Yevropada diniy ilmlarning rivoji o'ziga xos u. Ularda masalan naql ilmi bo'yicha hech qanaqa maktab yo'q. Shuning uchun qo'lyozmalari, kitoblari, manbalari har xil bo'lib ketgan. Keyin Yevropada ilmiy uyg'onish bo'lganda, ular manbalardagi xilma-xillikni ko'rib, bu ilm deyishga yaramaydi. Gumanitar fan qilib qo'yamiz buni. Aniqlik yo'q degan yondashuv bilan diniy ilmlarga mana shunday qarash shakllangan ular. Bu ularga xos bu. Lekin bizning muhaddis ulamolarimiz, bizning fuqaholarimizning qoldirgan merosiga, ularning asarlariga biz murojaat qilsak, bu jihatdan bizda ilmiylik, aniqlik bor. Ya'ni bu ilmlar ham aniq qoidalarga, aniq manbalarga tayangan. Shuning uchun uni ilm deb qaralgan. Faqat qanaqadir amallarni bajarish uchun bir ikkita ibodatlarni o'rgatadigan an'analar emas, qadriyatlar emas. U ilm deb qaralgan. Va ana shu ko'z bilan o'rganilgan. Boshqa ilmlarda ham bu shunday. Hatto sehr ilmini o'rgangan ba'zi ulamolar. Yomonlikni ishlatish uchun emas, yomonlikni daf qilish uchun o'rganyapmiz deb o'rgangan. Tilsim ilmlar bor. Hozir ham ba'zi bir sanoqli kishilar biladi, yosh katta domlalardan. O'sha ilmlarni ham o'rganilgan. Nimaga desa, bir haqiqatni anglashga urinish hisoblanadi ilm olish.
va uni to'g'ri o'rgansa har doim inson uchun manfaatli bo'ladi. Shuning uchun oldinda ilmga munosabat ana shu yuqorida aytganimizdek hamma ilmni Allohning ilmidan deb o'rganilgan va o'rganganda haligidek tartib intizomda birin-ketinlikda farq qilgan. Lekin falonchilar falon ilmni o'rgansin, falonchilar o'rganmasin degan bo'lmagan. Ajratish bo'lmagan. Bu umumiy ravishda ilmga bo'lgan qiziqishni, ilmga bo'lgan yondashuvlarni shakllantirgan. Biz hammani masalan bugungi kunda mana shunday hamma mavjud ilmlarni avval fundamental tarzda o'rgatsak bolalarga, keyin mutaxassislikka oid ilmlarni o'zlari sekin-sekin tanlasa bo'ladi. Demak, ilmlarga munosabatdan kelib chiqib ham kishilar ilmlarni egallaydi. Bir qancha ilmni jamlash uchun o'sha ilmlarga munosabat ham to'g'ri bo'lishi kerak. Shunday. Endi o'quvchi mukammal bilim va odobni o'rganish uchun uning uchun muhit ham menimcha juda ham muhim narsalardan biri. Aynan ilm beruvchi va odob beruvchi muhit tushunchasini qanday izohlaymiz? O'rnak. Muhit o'rnak bilan bo'ladi asosan. Ya'ni uyda ilm muhiti bo'lsin degani, uyda ota-ona o'zi ilmga oshno bo'lsin. Kitob o'qisin, ilmni targ'ib qilsin, ilmni maqtasin, ilm ahlini hurmat qilsin. Ilm ahliga ehtirom ko'rsatsin. Mana shu muhit bo'ladi. Ota-onaning o'zidagi namuna, uydagi namuna yoki mana maktabga kelsa, u yerdagi namuna muhitni yaratib beradi. Etalon bo'lish qiyin. Maktabda ham, uyda ham ota-ona o'zini majburlab bo'lsa ham yaxshilaydi. O'zingizga qolsa qilmoqchimisiz, o'qimoqchimisiz. Lekin farzandga ta'sir o'tkazish uchun kerak bo'lsa o'zingiz majburlab o'tirib o'qiysiz. Yoki shogirdga. Shogirdlarning oldida siz o'tirib yastanib yotsangiz, ularda hech qanaqa o'qishga rag'bat bo'lmaydi. Siz hozir o'qishga majbur emassiz, ehtiyojingiz yo'q, to'g'ri. Lekin ularga quvvat berib, ularga rag'bat ulashish uchun siz turasiz. Oyog'ingizda turib berasiz. O'shuning uchun muhit bu kattalarning namunasi bo'ladi va tartib bo'ladi. Masalan aytaylik, oiladagi tartib, maktabdagi tartib ilmga yo'nalgan, ilmni sevishga yo'naltirilgan bo'lsa, bu muhit bo'ladi. Yana muhitni shakllantiruvchi narsa bu o'zaro suhbat bo'ladi. Masalan, otasini ko'ryapti, narigi oshnasi bilan ham faqat pulni gaplashyapti. Bunisi bilan o'yinni gaplashyapti. Nargisi bilan bozorni gaplashyapti, lekin ilm haqida gap yo'q. Biror ilmiy bahs mavzusi yo'q. Biror ilmni maqtovi yo'q. Muhit yo'q. Muhit bo'lishi uchun o'zaro suhbatlar, ota-onaning suhbati, onaning birov bilan, otaning boshqa bilan suhbatlarida mavzu ilm bo'lishi kerak. Demak, shaxsiy namuna, o'zaro suhbat va qo'yilgan tartiblar ilmga yo'naltirilgan bo'lsa, mana shular muhitni shakllantirib beradi. Ota-onalar farzandlarini o'qishga majbur qilishlari va o'qish o'zi uchun kerakligini tushuntira olishlari orasida qanday farq bor? O'qishga majburlash noto'g'ri narsa. Mumkin bolaligida bo'ladi. Masalan, aytaylik, 1-sinf, 2-sinfda borasan. O'shunda ham kerak emas o'zi asli. Shu 1-sinfda ham kerak bo'lsa, tushuntirish kerak. Bizda ota-onalarning eng katta kamchiligi deb o'ylayman, gaplashmaydi bola bilan. Eshitmaydi. Ha, bola deydi. Yosh bola, nimani biladi deydi. 3 yosh, 4 yoshdan keyin bola o'zining menini his qiladi. Ya'ni o'zini shaxsini his qiladi. Erkak bo'lsa, erkak o'g'il bolaligini his qiladi, qiz ayolligini his qilishni boshlaydi. Uni ehtiromini joyiga qo'yish kerak. Uning o'zini qarashlari bor, fikrlari bor. Ota-ona bolada noto'g'ri fikrlarni kuzatib qolsa, darhol jazobaga tushib, jazolashga o'tib ketib qoladi. O'ylamaydiki, o'sha fikrni yaratilishida unda o'zi sabab bo'lgan. O'sha fikr boladagi fikrning katta ehtimol bilan muallifi ota-onaning o'zi bo'ladi yoki u qo'yib bergan muhit bo'ladi. Masalan, telefonni qo'yib bergan.
planshetni ochib bergan, o'tirib multfilm ko'rgan, nima ko'rsa ko'ravergan. Ammo multfilm unga nima ma'lumot beryapti, qanday ta'sir o'tkazyapti, uning tafakkurini qanday shakllantiryapti, ishi yo'q. Hozir to'polon qilmay tursa bo'ldi, ovqatini pishirib olsa bo'ldi, mehmonini kuzatib olsa bo'ldi. U bola 3 yoshdan keyin har bitta hodisa, har bitta narsani suratga olib, joylab ketayotgan bo'ladi. U o'z-o'zidan sintez qiladi, bir solishtiradi. Mana shuni dunyoqarash shakllanadi. O'shuning uchun inson 3-4 yoshdan 10 yoshgacha asosiy shakllanadi. O'sha paytda beparvo tashlab qo'yiladi-da bola. Keyin nega sen bunday bo'lyapsan deyiladi. Endi ota-ona bolada noshoista ishlarni ko'rganda darhol o'zidan kamchilik qidirish kerak. To'xtachi, men qayerda kamchilik yo'q qo'ydim? Nima xato qildim? Er-xotin o'rtasidagi mojaro bo'ladimi? Ota-bola o'rtasida masalan o'g'il otasi bilan, kelin bilan qaynona o'rtasidagi mojarolar hammasi farzandlarning ruhiyatiga ta'sir o'tkazadi. Keyin hali aytganimizdek suhbatlar, mana shu narsalardan qidirish kerak o'g'il o'qishni istamayotgan bo'lsa. Endi o'qishga qiziqtirish uchun demak o'sha muhitni tuzatish kerak. O'shandan muammoni to'g'rilash kerak. Masalan, ota yotaveradi, telefon ko'rib yoki o'ynab o'tiribdi. Bolaga aytayaptiki, o'qi sen deyapti. Bolada o'qishga rag'bat bo'lmaydi. Chunki uning tabiatiga Alloh shunaqa dastur joylaganki, u ota-onaga taqlid qiladi. Ota-onaga taqlid qilish bola hamma bolaning nimasi ichki dasturi shunaqa. U o'zini yo'lini topgandan keyin u o'zicha fikrlashni boshlaydi. Ungacha ota-onaga taqlid qiladi, o'zi ko'rgan muhitga taqlid qiladi. Mana shu joyda muammo. Bu yoqda muammo turibdi. Kattaysa kattayapti, kichayotgani yo'q, bolaga o'qi deyapti. Hadi bosim. Shuning uchun bolani, demak, bola bilan gaplashish kerak. U o'sha oldingi olgan ma'lumotlarni sizga aytib beradi. Shundan yoki o'zingiz kuzatuvingizdan, mana bu joyda biz xato qilgan ekanmiz deb turib, o'shani tuzatib, keyin bolaga to'g'ri fikrni berish. Ota-onaning vazifasi, hatto muallimning vazifasi bolani o'qitish emas. O'qishni sevdirish bo'lishi kerak. Bo'ldi. Siz yaxshi ko'rsatib qo'ying, shunga e'tibor bering, shuni sevdira oling-da. O'zi o'qiradi. Keyin qo'ldan kitob topib qo'ysangiz ham o'qiradi. O'qima desangiz ham o'qiydi. Shuning uchun bolaga kitobni sevdirish, ilmni sevdirish mana shu birinchi vazifa bo'lishi kerak. Hatto muallimga ham shunaqa deyiladi. Muallimning ham birinchi vazifasi ma'lumot berish emas, ma'lumotni yaxshi ko'rsata olish, sevdira olish. Shuni sevdirish, shuni qalbiga olib kira olsa muhabbatini. Bo'ldi, bola o'rganadi. U siz orqangizdan yurib, quvlab yurib o'rganadi. Va demak, bolalarni hech qachon majburlash nimasidan bormaslik kerak, yo'lidan. Endi gohida istisno bo'ladi. Ma'lum bir vaziyatda chorasiz ota-ona yoki ustoz majburlab bo'lsa ham aytaylik, o'qishga kirgizib, keyin sekin yurgizib yuborishi mumkin. U ba'zi bir mustasno holatlar. Lekin umumiy qoida majburlab o'qitish emas. Hatto maqsadlarni tushuntirish kerak. Masalan, bolaga nimaga maktabga boryapsan degan savolni berish kerak. Menga diplom, shahodatnoma kerak desa, u maktabga borishdan mazmun yo'q unda. Yo'q, maktabga bormasak, o'qituvchi so'kar ekan. Mana shu fikrlarning hammasini buni ota-onaning o'zi ham shakllantirib qo'yadi-da. Nimaga maktabga bormading? O'qituvching so'kyapti deydi. Misol uchun. Menga gapir dedi. Menga gap olib berma deydi. Menga gap olib berma emas. Men qancha gap eshitishga bo'lsa, men tayyorman. Ammo sen o'qishing kerak. O'qimasang bo'lmaydi. O'qimasang kelajakda sen falon masalan o'zing ko'zlagan maqsadlarga erisha olmaysan. Yoki falon holatlarga tushib qolishing mumkin. Qara ilmni mazaligini. Mana shunaqa gaplashsangiz bola juda tez o'zgaradi. Bolani Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir murg'ak qilib bergan. Biz ota-onalar zoya qilamiz uni. Hadisda bola toza fitratda, toza tabiatda tug'iladi deb bekorga aytilmagan. Ota-onaga mas'uliyat u.
Ota-ona buzib rasvo qilib qo'yib turib, keyin bolaga do'ngaydi. Ota-ona nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Gaplashish kerak, majburlamasdan tushuntirishga urinish kerak, gaplashish kerak. Uni qiynayotgan savollarga javob qidirish kerak. Maktabga borganda nima noqulaylik bo'lyapti, masalan, uni eshitish kerak. Agar biror noqulaylik bo'lsa, bartaraf qilish kerak bo'lsa, uni qilish kerak. Bola bilan rishtani bog'lash kerak. Do'st bo'lish kerak. Ayniqsa mana bolalarga zaiflik paytida bosim qiladi ota-ona. 10 yashar bo'lguncha, 9 yashar bo'lguncha zaif-ku. Bosim qiladi. 12-13 ga kirgandan keyin o'zida quvvat his qiladi-yu. U bosim o'tmay qoladi-ki. Keyin biz ota-ona nima deydi? Bu o'smir yoshidagi o'zgarish bu deydi. Shunaqa bo'ladi o'zi deydi. Bu noto'g'ri yondashuv. Ulamolar tarixda kim buyuk olim bo'lgan bo'lsa, aynan o'smir yoshida o'qigan bo'ladi. Hamma yutug'ini, ilmni, eng katta mehnatini o'smir yoshida qilgan. Hamma. O'smir yoshida o'zi oladigan payt, shakllanadigan, eng zo'r payt. Abu Ali ibn Sinoning bir gaplari bor. Men 18 yoshgacha ilm oldim degan. Undan keyin tajribam ortdi degan. O'sha 18 yoshigacha o'sha o'rganganlarini yuzlab kitob qilib yozganki. Ilmni ko'ryapsizmi? 18 yoshigacha bo'lgan ilmni. Qur'onni yodlagan, faqih bo'lgan, tibbiyotni o'rgangan, shu Buxoro podshosi amirini davolaganda 16 yashar bo'lgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Tarixul Kabirni 16 yoshida boshlagan yozishdi. Butun dunyo hozirgacha o'qiydi u kitobni. 16 yoshida o'sha kitob, u kitob yozadigan bo'lish uchun o'sha 16 yoshigacha qancha ilm o'qish kerak? Aynan o'smir yoshida o'qigan ular. Alisher Navoiyning birinchi devoni Eronda 14 yoshida nashrdan chiqqan. 14 yoshida eng zo'r she'rlarni yozgan. Bizda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qo'ygan, o'ynaydigan yosh, o'qiladigan, o'qiladigan. O'qiydigan yosh hamma shu yosh o'zi. O'smir yoshida agar bola aynayotgan bo'lsa, u o'smir yoshiniki emas u. Undan oldingi yoshniki, undan oldingi bosqichniki u. Yaqinda bir odam o'g'lini olib kelib qoldi-da. 13-14 ga kirib qoldi. Eslik bolaydi o'g'lim. Hozir aytganimizni qilmay qo'ydi. Aynib qoldi, menga o'sh ko'ryapti, o'lyapti, bu o'lyapti deb shikoyat qildi. Dam solib qo'ying dedi. Men aytdimki, sap bosib oladi, nimaga dam solaman unga? Dam soladigan kasal emas. Men aytdimki, uyingizda bola norozi bo'ladigan muhit bor dedim. Fitrati buzilmagan-ku. Uyda noto'g'ri tasarruflar bor. Tan oldi onasi. To'g'ri dedi. Biz o'zimiz beparvo ba'zi bir ishlarimiz ko'p. Bu qabul qilmaydi dedi. Endi hozirgi holati 13 yoshda bo'ldi emas. Siz shu paytgacha o'rgatganingizni 13 yoshda ko'rsatyapti. Shu vaqtgacha ko'rsatgan quvvati yo'q edi. Bugun quvvat topdi, o'zida endi ko'rsatyapti. Shuning uchun agar yaxshi tarbiya berilsa, o'sha o'smir yoshida ilmning eng shaydosi bo'ladi bola. Shuning uchun bu bog'cha yoshida, boshlang'ich sinflarida berilgan tarbiya, ta'lim bu o'smir yoshida ko'rinadi deb bilish kerak. Bola o'qimayotgan bo'lsa, mana shunga o'xshash nuqtalardan muammoni qidirish kerak. Ota-onalar. Bizda eng yaxshi osoni bolaga to'ngab qo'ya qolasiz. Aytishi mumkin kimdir, akasi unaqa emas-ku mana. Opasi, singlisi bunaqa emas. Opasi ololmaganini bu olgan. Suratga. Mumkin. Buni fikrlashi boshqacharoq, lekin osmondan olmagan. Shu o'zi yashagan hayotdan olgan o'sha ko'nikmalarni. Shuning uchun mana bu narsalarga e'tibor berish kerak. Hatto mana ekranga qarash bor-ku. Bola telefon qo'yib berishadi, televizor qo'yib berishadi. Ekranga qarash bolaga zarar. Yarim soat, 1 soat multfilm ko'rib qo'ysa bo'ladi. Yoki ba'zi bir. Lekin o'sib kelayotgan bolaga ekran zarar. Miyasini yuki og'ir. Mana bu
jihat ham o'qishda bolani zaiflashtiradi. Miyasining katta quvvatini ekran olib qo'ydi. Endi u quvvat boshqa narsani o'qishga, maktab darsligini qilishga yoki boshqa vazifasini bajarishga o'zida quvvat topa olmaydi. Ikkinchi yana bitta narsa, mana ekranda ma'lumot berish ma'lumotni oson hazm qildiradi-da u. Ko'rasiz, oson hazm qiladi. Endi o'qib o'rganish mashaqqatli bo'lib qoladi. Hamma ilm televizorda emas-ku, ekranga video qilinmagan-ku. To'g'rimi? To'g'ri, ba'zi ma'lumotlarni hozir mana zamonaviy uslub, ta'lim uslublarida multfilm shaklida va hokazo berilyapti. Lekin buni ham bir tartiblash kerakki, bola o'qish yozishdan bir yo'l chiqib qolmasin. Buni oddiy bitta misoli, masalan, qo'lyozmalarni o'qish malakasi bor. Oddiy nashrdan chiqqan kitoblarni o'qish bor. Oddiy nashrdan chiqqan kitoblar o'qishga qulay. Harflari tiniq, qatorlari aniq. Ammo qo'lyozma unaqa emas. Mana bu nashrdan chiqqan kitoblarni o'qib o'rgangan odam qo'lyozmani o'qishga toqat qila olmaydi. Qo'lyozmani o'qish bu mashaqqatli-da u. Bolaga xuddi shu narsani biz o'zimiz tayyorlab berib qo'yamiz. Ya'ni unga haligi video rolik va hokazolar orqali ma'lumotlarni berishdan o'qib yozib o'rganishga dangasalik shakllanib qoladi. Shuning uchun u qulay ma'lumot berishni ham qanaqadir bir tartibini, nizomini o'ylab ko'rish kerak. Bu ham bolalarni masalan o'qishdan bezillashga sabab bo'ladi. Tana chiniqmagan bo'ladi-da. Ikkalasiga ham chiniqsa mayli. Ammo bittasiga o'rganib qolsa, ikkinchisini undan qiyinini o'zlashtirmay qo'yadi. Miyasi o'z dangasi bo'lib qoladi. O'zida emas quvvat. Ixtiyor o'zida emas, ya'ni. U men qilaman desa ham kallasi yurmaydi. Miyasi ishlamaydi. Nega? Miya oson ma'lumotga o'rganib qoldi. Mana shu narsalarni demak hisobga olib, keyin bolalarni demak ota-ona o'qishga demak yo'naltirish kerak. Hozirgi maktabga kelib tushayotgan norozichilik deymizmi, takliflardan biri, ba'zi birlaridan biri bolalarni uyda bajarishlariga vazifalar beriladi maktabda, aynan 9 dan 5 gacha maktabda o'qitsak, 5 dan keyin uyga yana vazifa beriladi qo'shimcha. Ota-onalar aytishadi, bolalar uyga ko'p vazifalar bajaryapti, ko'p vaqtini o'sha kitoblarga yoki energiyasini yoshligini desak ham menimcha uy vazifalari bilan, ta'lim, ilm bilan vaqt o'tkazishyapti. Bu narsa qanchalik to'g'ri yoki buni kamaytirish kerakmi? Men ochig'ini aytsam, ertalabdan soat 8-9 dan boshlab 5 gacha ta'lim. Agar o'rtada istirohat, uyqusi bo'lmasa, men tavsiya qilmayman. Chunki biz o'zimiz ham maktabda o'qiganmiz, institutda ham o'qiganmiz. 3-4 soat aqliy mehnatdan keyin u yog'iga o'zi miya tormoz qilishni boshlaydi. Iloji bo'lsa, 2 gacha yoki 1 gacha ta'lim qilib, bir dam oldirib, shunday. 1 soat, yarim soat bir uxlab tursa, keyin undan keyingi soatlar darslarni o'tsa, samarali bo'lsa kerak. Endi ota-onalarning gapida ham jon bor. Kechgacha faqat kitobdan bosh ko'tarmayapti deb norozi bo'lishlarida jon bor. Chunki bolada dunyoni o'rganish, ijtimoiy hayotni o'rganish zarurati ham bor-da. Unga ham unda vaqt bo'lishi kerak. Uning uchun o'ynash kerak. Bola o'ynayotgan paytda to'g'ri u ko'ngil xush qilayotgan bo'ladi. Ayni vaqtda o'rganadi u. Qanaqadir qonuniyatlarni kashf qiladi, qanaqadir bir hayotning is-sovug'ini kuzatadi va hokazo. Mana shunga haqiqatan ya'ni imkon berish kerak bolaga. Shuning uchun masalan soat 2 gacha o'qisa, undan keyin uyga ketib, uyda keyin bir dam olgandan keyin uy vazifalarini qilishga agar sharoit bo'lsa, bu qulay bo'lar edi. Endi bizda hozir ko'pincha uyda vazifa qildira olmaydi ota-ona. Shuning uchun maktabda bir yo'l vazifasini bajarib kelsin deyishadi. Mana shunaqa bo'lib, demak, dars cho'zilayotgan bo'ladi. Yaponiyada ham o'sha muammo bor ekan. Yaponiyaga borganda so'radik. Nima muammo bor ta'limda hozir desak, ota-onalardan aksar tushgan shikoyat deydi. Bolalarga ta'limda bosim kuchayib ketdi.
Shuni yengillatinglar degan demak taklif tushayotgan ekan. Hozir shu taklifni ko'rib chiqyapmiz dedi. Ular o'zi. Ular har 5 yilda dasturni yangilashar ekan. Shu keyingi 5 yillikka shuni hozir takliflarni ko'rib chiqyapmiz degan fikrni aytishdi. Balki hozir ilmlar murakkablashib ketgani, ma'lumot ko'payib ketgani uchun shunaqa. Har qalay bolaning dunyoni o'rganishiga, ijtimoiy munosabatlarni demak o'rganishiga ham vaqt ajratish kerak. Ammo endi uni maktabdagi hozirgi bilim bilan qanday moslashtiriladi? Masalan, bitta taklif ertaroq javob berib bolaga. Ertaroq javob berib. Keyin birpas dam olib, boshqa vazifasi bo'lsa uni qilib, sportga borsa uni qilib, keyin kechki payt dars uy ishini qildiriladi-yu. Shu uy ishini onlayn bajartirish imkoniyati bo'lsa, bilmadim endi uni masalan Zoomga ko'pchilikni kirgizib turib qiladimi? Mana shunga o'xshagan narsa qilib bo'lsa ham buni bir chorasini ko'rsa yaxshi bo'ladi. Chunki biz o'zimiz bolalarda ham shu muammo bor. To'g'ri, masalan 13 yoshdan keyin 12-13 yoshdan keyin ko'taradi. O'sha ko'p ta'limni ko'taradi. Ammo 11-12 yoshgacha bolaga bu mana bu 5 gacha o'qish, undan keyin yana bu uy vazifa bu og'irlik qiladi deb o'ylayman men ham. Chunki muhimi masalan ma'lumotni olishni o'zingiz emasda. Uni tahlil qilib, uni o'zlashtirish ham unga ham ulgurish kerak. Unga bo'sh vaqt bo'lish kerak. Tanaffus bo'lish kerak miyaga. U faqat ma'lumot joylayversangiz, u haligi solishtirib, u hokazo qilishga ulgurmaydi. Yangi ma'lumotni yodlash, yangi ma'lumotni o'zlashtirish bilan band bo'ladi-da. Keyin tatbiq bo'lmaydi uniki. Shuning uchun mana chet ellarda bilasizmi, universitetlarda ham o'qish yengil. Buni qayerdan bilasizlik? Bizda talabalar universitetlarda o'qigan paytda, institutda o'qigan paytda boshqasiga vaqt topish qiyin. Ammo ular yarim kun ishlab, yarim kun o'qiydi. Natija qanday deysiz, nega ularda malaka yuksakroq bo'ladi? Masalan, bizni talabalar borib chet elda o'qishni orzu qiladi. Va o'sha universitetlar xalqaro miqyosda tan olingan bo'ladi. Top universitetlar deysizmi? O'sha universitetlarning talabalari bizning talabalarchalik ko'p o'qimaydi-da. Meni kuzatganim. Bilmadim, men ular bilan birga yashab ko'rmaganman. Lekin men kuzatganim, mana biz Yevropaga borganimizda ham, Amerikada ham shunaqa deyishadi. Yaponiyada ham talabalar yarim kun o'qib, yarim kun ishlayapti. O'sha yarim kun ishlab, pul topib, yarim kun o'qiganda ham imtihondan o'tyapti-da. Ya'ni yetarli ma'lumot olyapti, ilmni olyapti. O'sha kasb uchun olyaptimi o'sha ilmni? O'sha ilm topilyapti-da. Yana bitta narsa, mana siz maktabni asoschisi ekansiz, bir fikrlab ko'rishingiz uchun men boshqa maktabchilarga ham balki foydali bo'lar deb bir o'zimni shaxsiy mulohazamni aytsam. Arab tilini o'rganish bo'yicha masalan 2-3 xil uslublar bor. 3-4 xil, 5-10 xil uslub bor deylik. Yoki Qur'on yodlash bo'yicha uslublar bor. Yoki fiqhni o'rgatish bo'yicha, hadis o'rganish bo'yicha uslublar bor-da. Shu uslublarning ba'zi birlari samarali bo'ladi. Ya'ni o'quvchi ko'p mehnat qilmaydi, lekin zo'r natija bo'ladi. Muhim natija-ku. Masalan, shu fanni yaxshi o'zlashtirish. Yoki kimyogar bo'lsa, nimadir yasash deylik. Nimadir ixtiro qilish deylik. Mana shu maqsadga erishyapti. Ta'lim samaradorligi deymiz-ku. Balki o'sha 5 gacha, undan keyin yana 3 soat va uy vazifalarini berish orqali erishilayotgan natijaga undan ko'ra qulayroq bir yo'l bilan erishish uslublari yo'qmi? Shu ma'lumotlarni qulayroq taqdim qilish yoki keraksiz ma'lumotlardan chetlab o'tish masalan. Shishirilgan bo'ladi ba'zan ma'lumot. Masalan, tarix yillarini yodlatib o'tirishadi. Yaxshi, yil ham ba'zan kerak bo'ladi.
juda yil emasda muhim o'zi asli. Tarixdan o'rganadigan xulosa sanalar emasda. To'g'ri. Lekin sanani yodlatadi. Testda ham sana chiqaveradi. 19-asr, 18-asr, 1800-yillar, 1950-yillar degan gap masalan tarixdagi hodisaning zamoni uchun yetarli. 53-yilmi, 58-yilmi hech narsani o'zgartirmaydi. Sanani yodlatadi, lekin tarixdan oladigan saboq degan joyi yo'q. Shuni masalan to'g'rilab qo'ysa bo'lmaydimi? To'g'ri, masalan ba'zi hodisalarning zamoni, vaqt davrini bilish kerak. Lekin hamma hodisaning ham davrini, yilini aniq aytish shart emas. 18-iyul bo'ldi nima-yu, 19-avgustda bo'ldi nima o'sha urush. Masalanda. Gap unda emas. O'sha urushning sababi nima edi? O'zi qanday tugadi-yu, natija nima bo'ldi? Ha? Tarixdan ibrat shu emasmi? Balki ta'limda mana shunaqa jihatlarni isloh qilish kerakdir. O'quvchilarga, ya'ni mag'zini berish ma'nosida. Bu borada masalan bizning islomiy ilmlarda o'ziga yarasha maktablar bor. O'sha maktablarda ham xuddi shuni kuzatasiz. Ba'zi maktablarda uzoq o'qitadi, kadr zo'r emas. Ikkinchi bir ustoz o'qitadi, ko'p emas. Juda unaqa bosib o'qitib yormaydi. Ammo natija zo'r. Ya'ni xulosalar to'g'ri. Kerakli bilim bor. Mana shunga o'xshash ta'lim borasida balki o'sha o'quvchilarning ota-onalarining taklifini mana shu jihatdan bir inobatga olinsa ham bo'ladi. Oldindan bir ibora bor. Ilm olish beshikdan qabrgacha degan. Ma'nosi bugungi kunda qanday talqin qilinadi? Ko'pchilik fanlarni faqat universitetga kirish uchun o'qib, kirgandan keyin o'qishni tashlab yuborishadi. Aynan bizda shunaqa holatlar ko'p kuzatiladi. Shu iborani bugungi kunda talqini qanday bo'lyapti va aslida qanday bo'lishi kerak? Beshikdan to qabrgacha ilm olish farz degan gap bu hadis shariflarda va ulamolarning so'zlarida kelgan. Imom Ahmadning gaplari bor. Ma'al mihbara ilal maqbara deganlar. Siyohdon bilan qabrgacha boramiz. Uning amaliy misollari ham ko'p. Abu Rayhon Beruniy rahmatullohi alayh o'lim to'shagida yotganda bir faqih shogirdlar kirib keladi. Shogirdlaridan bir o'tirishda so'ragan ekan. Bir boboning merosi, qizi bor, o'g'li yo'q, shunaqa bir bobo merosni qanday oladi? Falonchisi o'lsa. U faqih bir ko'rib qo'yaman, javob aytaman degan ekan. Murakkabroq masala ekan. Beruniy o'sha o'lim to'shagida yotgan holatida shu savolni so'radi. Shogird kelganda. Shogird aytdilarki, Abdul Haq degan faqih bo'lgan ekan. Aytdilarki, shu holatda, ya'ni g'arg'ara kelib turibdi-da o'zi. Shunda Abu Rayhon Beruniy bir zo'r gap aytganlar. Ha, mana shu holatda men shuni bilishni istayman. Bilaman Allohning huzuriga ketyapman. Lekin aytchi, uning huzuriga ilmdan bir narsani bilib ketganim yaxshimi, bilmasdanmi? Ilm tahsili shu darajada. Shunda shogirdlar aytdiki, bo'lmasam men uni aytaman, siz ham menga bir masala bo'yicha aniqlik kiritib beraman degan edingiz. Shuni siz ham aytsangiz dedi. Shu yerda ustoz shogird o'rtasida ilm oldi berdisi bo'ldi. Bir-birlaridan ilm oldilar. Keyin chiqqandan keyin deydi, men ko'cha boshiga yetib bormoqdim, yig'i ovozi eshitildi, Abu Rayhon Beruniy uzilib qoldi dedilar. Vafot etdi. Imom Abu Yusuf o'lim to'shagida yotganda o'sha oxirgi soatlarida bir fiqhiy masalani ko'tarib muhokama qilib qoldilar. Shunda shogirdlar u kishiga ichorib, zo'rg'a turibsiz. Shu endi hozir kerakmi degandek, ta'sir qo'ysangiz, dam olsangiz, istirohat qilsangiz deyishdi. Shunda Imom Abu Yusuf aytdilarki, yo'q. Bu ilmni hozir muhokamani
qilganimiz bilan siz uni fatvosini aytib, unga amal qilishga ulgurmaysiz-ku demoqchisizlar-da. Gap unda emas. Biz shu masalani hozir hal qilib qo'ysak, hal qila olsak hozir, undan boshqalar foydalanadi. Biz ham o'zimizdan oldingilarning ilmidan foydalandik-ku deganlar. Ya'ni o'lim to'shagigacha ilm. Mana shunday yondashilgan. Endi ba'zi bir talabalarning hozirgi kunda universitetga kirish uchun o'qib keyin o'sha ilmga murojaat qilmasliklari masalasi bu bizning voqeligimizga bog'liq narsa. Agar o'sha universitetga kirilayotgandagi ilm, imtihonda ko'rikdan o'tkazilayotgan ilm agar kishiga haqiqatan kerakli ilm bo'lsa, o'sha imtihon bahonasida bo'lsa ham o'qib olgani foydali. Keyin unga murojaat qilmasligi u ilm keyin kerak bo'lmagandan bo'ladi. Aslida keyin ham kerak bo'lishi kerak. Imtihondagi ilm keyin ham kerak bo'ladigan ilm bo'ladi odatda. U faqat kirish uchun haligi raqam tanlash emasda u. U kelajakda o'sha qaysi bir sohada o'qimoqchi bo'lsa, shu sohaga kerakli ilm bo'ladi. Endi ba'zi bir ilmlar bor, u ilmlar sizga bir umr bevosita ishlamaydi, lekin bilvosita ishlaydi. Masalan, aytaylik, matematika. Hozir ko'pchilik hisob kitobni kalkulyator bilan qiladi. To'g'rimi? Shunday. Matematika nega kerak? Masalan, men ma'lum bir sohani mutaxassis bo'lib yoki handasa ilmini o'rganmoqchi emasman. Men oddiy bir savdogar bo'lmoqchiman, misol uchun. Yoki boshqa bir sohani egallamoqchiman. Menga umuman kerak emas matematika. Shu menga bozorda oldi berdiga kerak xolos. Uning uchun menga unaqa mahrajlar va hokazolar, formulalar ishlamaydi. Nega o'rganishim kerak? Degan savol tug'ilishi mumkin. Matematika faqat hisob kitobni o'rgatmaydi, u fikrlashni ham o'rgatadi. Shuning uchun ba'zi bir ilmlarni kishilar o'rganib keyin ishlatmayotganga o'xshaydi o'z nazdida. Lekin u bilvosita ishlayotgan bo'ladi. U siz fikrlashingizni rostlagan bo'ladi. Masalan, bizda fiqh ilmi bor yoki hadis ilmi bor. Hadis ilmidagi, siz muhaddis bo'lmasangiz, hadis ilmidagi qonunlar sizga ishlamaydi. Siz muhaddis bo'lib hadislarni tahlil qilib beradigan bo'lganingizda keyin u ilmlar ishlaydi. Yoki usul fiqh degan ilm bor fiqhda. U usul fiqh ilmi siz ijtihod qilayotganingizda ishlaydi o'zi asli. Fatvo berayotganingizda ishlaydi. Asli. Lekin siz fatvo beradigan odam ham bo'lmadingiz, mujtahid ham bo'lmadingiz, muhaddis ham bo'lmadingiz. Endi ana bu usul hadis, usul fiqh ilmlari bekor qoldimi desa, yo'q. Usul fiqh, usul hadis ilmlari sizga hayotning juda ko'p qonuniyatlarni o'rgatadi. Siz hayotda o'zingiz bilmagan holatda o'sha usul fiqhda olgan ilmingiz bilan to'g'ri qarorlar qilasiz. O'sha hadisda o'rgangan ko'nikmangiz bilan siz ijtimoiy munosabatlaringizda uni qo'llaysiz. Shuning uchun institutlarga kirayotgandagi ba'zi bir ilmlar agar modomiki foydali ilm bo'lsa, shu bahona o'qib qolgani talaba uchun foydali bo'ladi. Ammo ilm doimo shu vosita baribir. Inson hayotiy zaruratlarga kerakini ishlatib yuraveradi. Va muhimi ilm tahsilidan to'xtamaslik kerak. Bizda eng katta xato bu institut bitirgandan keyin qaytib kitob ochmay qo'yish. Bu noto'g'ri. Doimo ilmda davom etish kerak. Mana bizda savdogarlarimiz bor. Ma'lum bir pul topib, ma'lum bir natijaga erishgandan keyin faqat ishni bittasi yuritaveradi. O'zi dam olib, sayohat qilib, faqat aytaylik maishat bilan yuraveradi. Bu umrni zoya qilish bu. Chunki u rohatlar bugun har qancha rohatlarning ertaga unutasiz. Aslida o'sha puldor odam yana ham katta marralarga harakat qilish kerak. Uning uchun ilmini oshirish kerak bo'ladi masalan. Yoki boshqa sohalarda ham. Shuning uchun ilm tugamaydi. Agar siz o'zingiz sohangizdagi ilmlarni egallagan bo'lsangiz, unga yondosh sohalarni o'rganish orqali jamiyatga xizmat qilishingiz mumkin. O'zingiz uchun yetarli ilm o'rgan bo'lgansiz.
jamiyat uchun ilm o'rganish bor. Masalan, menga hozir o'zim bilgan shariat ilmlari menga hayotimga yetarli, misol uchun. Bo'ldi, menga ilm olmasdan shunday yursam ham kunim o'taveradi. Bu insofdan emas lekin. Men odamlar so'ragan savollarga javob topish uchun ham ilm o'qishim kerak bo'ladi. Bu odamlar uchun ilm o'qish bu. Yoki jamiyatga qaysi bir muammolarning yechimi borasida tafakkur qilib, o'shanning yechimi uchun ilm o'qishim. Jamiyat uchun ilm o'qish bo'ladi. Shuning uchun demak kishi dunyoda aniq maqsadlarni qo'ysa va maqsadlar yuksalib borsa, hech qachon ilmdan to'xtalmaydi. Hamma sohada hozir ayniqsa ilm nihoyatda chuqurlashib ketdi. Bitta sohani tugasa, ikkinchi sohani olsin, o'sha sohada islohot qilsin, masalan. Mana shunday qilishimiz kerak. Va xususan mana kishi o'ziga kerak bo'lgan halol, harom ilmlarni bilish. Imom G'azoliy aytadilarki, nafs ilmini bilish ham farz ayn. Masalan, qalbga tegishli ilm. Hasad bormi, yo'qmi, kibr bormi, yo'qmi? Mana bularning ilmlarini o'rganib kishi kamolot sari intilib borish kerak. Va shuning uchun aytilgan. Qabrdan lahatgacha ilm o'qiymiz. Nimaga desa, qabrdan lahatgacha inson kamolotning cho'qqisiga yetib bora olmaydi. Kamolotning qaysidir darajalariga erishadi. Lekin oxirgi darajaga baribir chiqib ulgurmagan hech kim. Illo Rasululloh akram alayhisolatu vassalom komil inson bo'lganlar deyiladi. U kishidan keyingilar komil bo'la olmagan baribir, barkamol bo'lgan. Shuning uchun ular to'xtamagan. Kishi mana shunday dunyo qarashga ega bo'lsa, shunda demak ilmdan to'xtamaydi. Hozirgi paytda ota-onalarda bo'ladigan muammo farzandlaridan talab qilishadi, umumiy olganda maktabdan ham talab qilishadi. 10-sinfida, 11-sinfda olib kelishadi. Bolani qisqa muddatda ma'lum bir natija uchun o'qitishadi. Bundan ko'zlangan maqsad bola deylik o'sha oliygohga yoki ma'lum bir dargohga o'qishga kirishi, bolani ta'lim oldirishdan maqsad shu bo'ladi. Bu narsa qanchalik to'g'ri? Bolani bu narsa uchun 1 yil yoki 2 yilda majburlab o'qitish to'g'rimi o'zasi? Oldin o'qimagan bo'lsa o'qitadi endi. Oldin o'qimagandan keyin qisqa muddatda o'qitadi. Ammo natija maqsad mana masalan institutga kirish uchun o'qish mumkinmi desangiz, institutga nima uchun kiryapti degan savol tug'iladi. Institutga ilm olish uchun kiryaptimi yo hujjat uchunmi? Agar hujjat uchun bo'lsa, undan oldingi harakat ham behuda bo'ladi. Ya'ni noto'g'ri maqsad bo'ladi. Yo institutga kirishdan maqsad u yerda bir malaka oshirib, bir kasbni egallash, bir ilmni egallash bo'lsa, uning uchun imtihonga tayyorlanish yaxshilik. Chunki u mana shu qisqartirilgan tez fursatdagi ta'lim bilan asosiy ta'limga kirib boradi. Lekin bizda ham bo'lsa kerak, Yevropalarda menga shu institutga kirish masalasi ma'qul keldi. Ularda imtihon yo'q ekan umuman. Ko'p dunyoning ko'p mamlakatlarida shunaqa imtihon yo'q institutga. Maktabdagi baho bilan kiradi. Maktabda ta'bil qanaqa tugagan bo'lsa, fanlarda necha baho olgan bo'lsa, shuni topshiradi. O'sha bo'yicha qabul qilinadi institutga. Mana shuni taklif qilardim men, mana shuni joriy qilinsa yaxshi bo'lardi. Balki bizda hozir o'shanga qarab ketayotgan bo'lsa kerak, universitetlar, institutlar ko'payib boryapti. Lekin umuman olganda shu imtihonda olib tashlash kerak. Nimaga? Institutga. Maktabdagi ta'lim bilan kirsin. Maktabda zo'r o'qiydi shunda. Shuna. Hozir maktabda o'qimasdan yurib, hozir siz aytgan muammoning sababi ham shu-da. Maktabdan tashqari o'qib, institutga kirib olsam bo'ldi. Bo'lib qoldi-da. Yo, maktabda qanaqa qatnashi u boshqa masala. Mumkin kimdir ko'proq qatnab, kimdir kamroq qatnab bo'lsa ham, xullas maktabdagi imtihon zo'r bo'lishi kerak. O'sha maktabda talab qilingan shu maktab ta'limi bor-ku, o'rta ta'lim. Tugallamagan o'rta ta'lim bo'ladi endi. Tugallangan o'rta ta'limni imtihoni zo'r bo'lsa agar o'sha shahodatnomasi bilan bo'ldi. Xohlagan joyga borsa, o'sha bo'yicha qabul qilinsa, o'shanda imtihon uchun o'qish degan narsa yo'qoladi. Imtihon uchun bo'ladi, maktabdagi imtihon uchun bo'ladi. Kirish imtihoni emas u.
va u haqiqatan manfaatli bo'ladi. Siz juda ham bir manfaatli suhbat bo'ldi. Bu suhbatimiz nafaqat ko'radigan ota-onalarga, balki ularning farzandlari uchun ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni ota-onalar farzandlari bilan ko'radigan darajada bir chiroyli suhbat olib bordik. Xo'sh, shu suhbatdan xulosa qilib aytishimiz mumkin, ilm faqat kitobdagi bilim emas, balki tarbiya va ruhiy sog'lomlik bilan uyg'unlashtirilgan holatda olib borilsa, bu ham manfaatli bo'ladi, ham kelajakda foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Agar xulosaviy fikrlaringiz bo'lsa, to'g'ri aytdingiz. Shu xulosani men ham to'ldirib qo'ysam, ilm haqidagi tushunchalarimizni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Ko'pchilik ilmni faqatgina tirikchilik manbai uchun o'rganyapti-da. Tirikchilik uchun o'rganishi mumkin u ham. Baribir inson hayotiy zarurati bu. Ammo uni birinchiga qo'ymasdan ilmni o'zini o'rganish va jamiyatga xizmat qilishni maqsad qilib olinsa, pul o'zi kelaveradi. Mana shu narsani singdirish kerak. Buning uchun jamiyatdagi ba'zi bir muammolar va hokazolarni masalan bolalarga, o'quvchilarga o'rtaga tashlash kerak. Masalan aytaylik, nimaga bizda hozir falon kashfiyotlarni qila olmayapmiz? Nima sabab deb o'ylaysizlar? Kim shunga bel bog'laydi? Qachongacha biz birovlar yasagan narsani ishlatib yuramiz? Nega o'zimiz yasa olmaymizmi? Nima ularda bor, miya bizda yo'qmi? Nima farqimiz bor? Nega biz mustamlaka haligi yetalama ruhiyatga tushib qo'yamiz? Nega? Mana bu narsani agar yoshlarga yaxshi yetkazilsa, men o'ylayman hozirgi yoshlarda juda katta imkoniyat bor. Ular haqiqatan yurtni o'sha eng yuqori dunyoda yetakchi o'ringa olib chiqa oladi inshaalloh. Faqat biz ularga to'g'ri fikrlashni yetkazishimiz kerak. Ikkinchisi, biz bolalarga o'sha yuqorida aytganimiz musulmon kishi nuqtai nazaridan ilmga to'g'ri munosabatni yetkazishimiz kerak. Ilm hammasi Allohniki. Bitta ilmni o'rganganda, har bir ilmni o'rganganda, hatto til ilmi ham Alloh insoniyatga bergan ilmni o'rganyapman degan ixlos bilan o'rganish kerak. Mana shunda xohlagan fanini o'rgansin, savob bo'ladi. Xohlagan fanini o'rgansin, unda ajr bor. Faraz qiling, matematik amaliyotlarni qilyapti. Qalbida iymoni bor, savob umid qilsa bo'ladi. Jo'grafiyani o'rganyapti. Alloh yaratgan dunyoni o'rganyapti. Hatto ulamolar aytadiki, Alloh yer va osmondagi hamma narsani sizlar uchun yaratdim, sizlarga xizmatkor qilib qo'ydim degan va dunyodagi ne'matlarni mo'minlar uchun yaratdim degan bir qancha oyatlarda bor. Bu nimani taqozo qiladi desa, bolam, mana shu mashinani senga oldim. Mana bu ovqatni senga qildim degani nima degani bo'ladi? Shuni yeb, shundan foydalanish kerak deganimi bu? Alloh sizlar uchun yaratdim degani buni ishlatinglar buni. O'rganinglar. Yer u osmondagi deyapti. Osmonlarni o'rganinglar. Mana shu yer osmondagi hamma narsani Alloh bizga xizmatkor qilib qo'ygan ekan. Ulovni olib kelib jilovini qo'lingizga bergan ekan. Mening endi uni. Nimaga boshqalar minadi, siz minmaysiz? Mana ilmga mana shunday yondashish kerak. Va bu mana shu ulovni minganda to'g'ri minish uchun, uni to'g'ri boshqarish uchun axloq, odob, qadriyati bo'lish kerak. Ruhiy tarbiyasi bo'lish kerak. Alloh shu dunyoni to'g'ri boshqarish, undan to'g'ri foydalanish uchun yuborgan ta'limotlardan, buyuk ulamolarimizning asarlaridan boxabar bo'lish kerak. Mana shunday bo'lsa, inshaalloh hali biz xalqimiz, yoshlarimiz juda ko'p xayrli ishlarga, nafaqat o'zimizda, butun dunyoga oldingi ajdodlarimiz kabi ilm, ma'rifat va buyuklikni inshaalloh tarata oladi. Bu borada sizlarga muvaffaqiyat tilab qolaman. Rahmat ustoz.
Xo'sh, o'zingizni hozirgacha o'rgangan bilimlaringiz, ko'nikmalaringizni biz uchun vaqt ajratib, o'sha o'qib kelayotgan yosh avlod uchun vaqt ajratib bo'lishaman deb kelganingiz uchun alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aynan Odil School maktabi jamoasi nomidan ham. Xush kelibsiz, katta rahmat. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Gazimizni yakunlasak ham bo'ladi. Rahmat. Rahmat.